IELTS experience bilan 8 olgansiz-da. Shu haqida batafsil gapirib bera olasizmi? Qanaqa Everestga kelib qoldingiz, nimalar bo'lib ketdi? Birinchi sababi kelishimni uyimga yaqin joyda joylashganim uchun. Ikkinchidan biz universitetda eng qalin yaqin o'rtoqlarim bilan eksperiment qilib ko'rganmiz. Har xil o'quv markazlariga borib ko'rganmiz. O'rtoqlaringiz bilan 4 xil uchebniy sentrga borgansiz va o'qishni boshlagansiz. Endi kim birinchi bo'lib IELTS oldi? Men oldim. Chunki meni darajam sal ulardan balandroq edi. Lekin deyarli bir xil darajadan boshlagan ekansizlar. B2 dan boshlagansiz. Siz 8 natijani qo'lga kiritdingiz. Everest tanlaganingiz uchun. 59. O'zi kelganingizda qanaqa bo'lgandi? 6,5 olganingizda natijasi necha edi? 6,5 olganimda ham 8 edi. Menimcha shu General Englishni oshirganim uchun ham listeningga ta'sir qilgan. Assalomu alaykum hammaga. Siz Everest YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. IELTS olgan har bitta kandidatda o'zini IELTS journey, o'zini IELTS experience bor. Lekin bugungi suhbat quradigan IELTS dan 8 ball olgan achieverimizni IELTS journey umuman boshqalarnikidan farq qiladi va buni siz ular bilan tanishganingizdan keyin o'zingiz amin bo'lishingiz mumkin. Keling, yaxshisi ular bilan suhbatni boshlaymiz. Assalomu alaykum Zarina. Assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsiz. Rahmat. Taklif uchun kattakon rahmat. Siz ham vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat kattakon. Zarina, o'zingizni tashlay olasizmi? Men Rustam va Zarina O'zbekiston Jahon tillari universiteti 2-kurs talabasiman hamda IELTS dan overall 8 ball qo'lga kiritdim. Zarina, siz aynan Everestni qaysi filialda o'qigansiz? Ustozingiz kim bo'lganlar? Men Everestni Parkenskiy filialida o'qiganman. Ustozim Mr. Abbos. O'zi siz aynan intervyudan oldin aytib o'tdingiz, siz boshqacha IELTS experience bilan 8 olgansiz-da. Shu haqida batafsil gapirib bera olasizmi? Qanaqa Everestga kelib qoldingiz, nimalar bo'lib ketdi? Birinchi sababi kelishimni uyimga yaqin joyda joylashganim uchun. Ikkinchidan biz universitetda eng qalin yaqin o'rtoqlarim bilan eksperiment qilib ko'rganmiz. Har xil o'quv markazlariga borib ko'rganmiz. Qani kim birinchi IELTS olar ekan, shunaqa Everestni tanladim. Keyin vaqt o'tgandan keyin men ham ularga Everestni reklama qilib, keyin ularni ham o'zim bilan tortib, hozirda bitta o'rtog'im o'zimni Abbos ustozimda o'qib yuribdi, bittasi boshqa Integrodagi filialda o'qib yuribdi. Zo'r eksperiment qilishgan ekan. Yana bir o'zim to'xtalib o'tsam, ya'ni o'rtoqlaringiz bilan 4 xil uchebniy sentrga borgansiz va o'qishni boshlagansiz. Endi kim birinchi bo'lib IELTS oldi? Men oldim. Chunki meni darajam sal ulardan balandroq edi. Birinchi IELTSim 6,5 bo'lgan. Ikkalasida oldi, bittasida safer olganda, unda yo'q. Lekin deyarli bir xil darajadan boshlagan ekansizlar. B2 dan boshlagansiz. Siz 8 natijani qo'lga kiritdingiz. Everest tanlaganingiz uchun juda ham zo'r. Endi qarang, Everestdagi atmosferasiga qanaqa yoqdi? Nimaga aynan Abbos ustoz tanladingiz va shuncha payt davomida ularda o'qib kelgan ekansiz? Everest nima taraf yoqqan tarafi, masalan, ba'zi bir o'quv markazlarida faqat dars o'tishni chegaralangan vaqt davomida o'tiladi. Ortiqcha vaqt ajratmaydi o'qituvchilar, shunaqa bo'ladi. Lekin bizda unaqa emasda. Abbos ustoz haqiqatan o'zini kasbini sevadigan, o'zini bor jon jahdi bilan o'tadigan ustozda. Bizda masalan faqat 9 dan 12 gacha bo'lgan bo'lsa darsim. Bundan tashqari kechki night sessionlarda qatnashdim. Speakingimga yaqin qolgan paytlari o'zlarini ham tanish ustozlaridan, Everestdagi ustozlardan iltimos qilib, shundan speaking so'rab bering, mock qilib bering deb hammaga topshirib chiqdim. Shu tarafi ham menga yoqdi. Demak, ustozingizning hissalari juda ham bu yoqda katta ekan. O'zi IELTS topshirganingizda 8 olaman deb o'ylaganmidingiz? Endi yo'q, unchalik ham amin emasdim-da 8 olishimga, chunki 7,5 bo'lib qolsa kerak deb o'ylagandim. 60 ga 40 edi-da. Chiqqan payti voобще hayajonlanib, ko'zimga ishonmasdan qayta ko'rib, chunki men o'zgartirib olgan narsa bu reading bo'ldi-da. Chunki readingda men umuman 8 kutmagandim. Reading realni qiyin tushgandi. Birinchi bo'lib bizga o'sha subtestlarni aytib bersangiz. Listeningdan 9, reading 8, speaking 7,5, writing 6,5. Demak, biz siz bilan ko'proq reading va listening haqida gaplashishimiz kerak, chunki juda ham baland natijalar chiqqan ekan. Birinchi bu listening. Listening 9. O'zi kelganingizda qanaqa bo'lgandi? 6,5 olganingizda natijasi necha edi? 6,5 olganimda ham 8 edi. Darajam listening o'zi eng favoritim, yaxshi ko'rganim bo'lgani uchun menimcha, chunki turli kinolar ko'rishni juda ham yaxshi ko'raman. Masalan, boshida subtitlelar bilan ko'rardim. Menimcha shu General Englishni oshirganim uchun ham
listeningga ta'sir qilgan. Lekin boshida ustozimga borgan paytim baribir kino bilan IELTS materiallari boshqacha-ku. Lekin mockda menimcha 6,5 или 7 chiqqandi-da birinchi marta. Keyin уже bo'ldi, listeningim tushibdi, yana ko'tarishim kerak deb harakat qilib, har xil savol turlariga ishladik. Masalan, bir hafta part 1larni alohida ishlab chiqdik. Keyin part 2, part 3larni hammasini alohida e'tibor qaratib, masalan, qiladigan xatolarim hammasini ustida alohida ishladik. Bundan tashqari menda ko'p spellingda xato bo'lardi. Har doim почти spellingda bitta yoki ikkita xato chiqardi. Shunda ustozim masalan, xato qildingizmi, shuni pastidan yozib, to'g'ri variantini 5-6 marta yozing, чтобы xotirada qolib ketsin, qanaqa yozilishi deb shunaqa maslahatlar bergandilar. Zarina, hozir mana shu joyda bitta savol paydo bo'lyapti. Listening bu birinchi qilinadigan sectionda. Baribir juda katta pressure bo'ladi, bosim bo'ladi. Fokus yo'qolib qolishi yoki konsentratsiya bo'linib ketish kabi qanaqadir negativ ta'sirlar bo'lib qolishi mumkin. Bularni qanaqa qilib yo'q qilsa bo'ladi? Birinchi bo'lib, masalan, imtihon bo'ladigan joyga yarim soat oldin borib olish kerak deb o'ylayman. Ustozim ham shuni maslahat bergandi, chunki baribir atrof muhit bilan o'rganib qolasiz. Masalan, comfort zone qilib o'zingizga joy bilan tanishib o'tirgandan keyin sal hamma pressurelar yo'qoladi deb o'ylayman. Menimcha listening o'zi birinchi qo'yilganining sababi favorite, hamma yoqtiradigan joyi. Masalan, listeningiz yaxshi ketayotgan bo'lsa, hammasini yaxshi topib kelayotgan bo'lsangiz, u motivatsiya beradi deb o'ylayman-da, reading, writinglarda. Menda shunaqa bo'lgan. To'g'ri, lekin haqiqatdan shu haqida hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Lekin bizga shunaqa maslahat berishardi. Kirishingdan oldin listening 2x qilib eshitgan. Shunda kirganingda o'sha audio ancha pastroq bo'lib, demak, o'zimizdan tempimizga tushib, shunaqa holda bo'ladi deb aytishardi-da. Endi mana reading. Aytib o'tdingiz, men readingni umuman 8 kutmagandim dedingiz, to'g'rimi? O'zi nimaga kutmadingiz? Lekin undan oldin aytdingiz, reading qanaqadir magical bo'lib, menda o'sib ketgandi dedingiz. U o'sishiga sabab nima bo'ldi va u yerda nega unaqa o'zingizga ishonmasdan chiqishingizga sabab nima bo'ldi? Reading, men juda ko'p reading ishlaganman. Masalan, ustoz vazifa berardilar. Cambridge'larni hammasini tugatganmiz. Polni. Keyin bundan tashqari volume degan testlar bor. Ulardan hammasini qilganmiz. Mocklarda ishlagan paytim ham uyga borib har doim qaysida xato qildim, nimalarda xato uchradi, keyin qaysida ikkilangan joylarim ham bo'ladi, lekin taxmin olgan paytim to'g'ri chiqib qoladi-ku. Shularni ham baribir borib tekshirib ko'rardim, nima uchun bu to'g'ri, nima uchun bu xato. Shunaqa qilganimda menimcha yordam bergan deb o'ylayman. Keyin readingda birinchi passajim imtihon payti o'zim ishlaganim tushgan. Shunda ochgan paytim вообще xursand bo'lib ketganman. O'zim ishlagan testim deb. Rostdan. Shunaqa bo'lgan. Даже savol anaqalari ham hammasi bir xil bo'lgan. Lekin men uni menimcha 2-3 oy oldin ishlagan testim bo'lgan, lekin men unda 4tami, 5ta xato qilganman-da boshida. O'sha xatolarim sразу esimga kelganda, men shu yerda xato qilgandim, bu xatoni qilmayman deb yaxshi ishlaganman birinchi passajni. Lekin 2da yomon, juda qiynalganman. 2 odatda darajasi o'zi boradi-yu. Bu yerda esa imtihonda teskari bo'lib qolgan. 3 osonroq, 3-passaj osonroq bo'lib, passaj 2 qiyin bo'lib qolgan. Shunda vaqtim ko'p passage 2ga ketib qoldi. Keyin men hammasini ham certain bo'lib olmaganman-da, ikkilanib, har xil ikkilanishlar bilan olib yechganman. Shunda vaqtga qaraganimda 15 minut vaqtim qolganda passage 3 ni ishlagan paytim. O'sha bo'ldi, men dabdala qildim readingni deb o'ylagandim. Keyin men odatda reading ishlagan paytim polni tushunishga harakat qilaman passageni. Ba'zilar skimska ham qiladi, joyini topib, savol bilan moslashtirib ishlaydi-ku. Menda unaqa umuman qilmaganman. Mayli, shu safar qilib ko'raman dedim. Shu imtihon payti. Ekzamenda eksperiment qildingiz. Shunaqa bo'ldi. Keyin joylarini topib, passagedan joylarini topib, sразу ishlab, sразу answer sheetga ko'chirib qo'ydim-da. Chunki masalan, hozir taxmin urganimda ham bu topish protsentim darajasi juda past bo'lardi-da. Shu uchun mayli skimska ham qilib, o'qimasam ham, tushunmasam ham joyini topib belgilaganman. Shu uchun men readingdan past chiqadi deb o'ylaganimda, lekin yordam berdi shu ham. Hozir aytasiz, o'zimni IELTS experience'im hayolimga kelib ketdi. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan, ya'ni passage 1 ga 13 minut emas edi. 11 minutmi, 12 minutda men tugatganman. 2 menda ham xuddi shunaqa qiyin bo'lib qolgan. Men 30 minutni shunga sarflab o'rganman. Shuning uchun sizlarga bitta maslahat, har doim ham passage 3 qiyin, eng qiyini bo'ladi degani emas. Undan keyin hozir aytdingiz, rost o'zim juda ham hayron qoldim. Ishlagan testim tushgan dedingiz. Bunga masalan, men hozir bitta sabab ko'ryapman, ya'ni juda ko'p praktis qilganingiz. Aytdingiz-ku, readingga juda ham ko'p praktis qilgandim va tushib qoldi. Shunday ekan, siz ham hech qachon praktisdan to'xtamasdan qilib kerak. Kim biladi, balkim sizga ham haqiqatan tushib qolar. Endi speaking 7,5 dedingiz, juda ham zo'r natija. Buni qanaqa qildingiz? Mana
hozir ko'rinishingizdan ham, o'zi gapirishlaringizdan ham bilinib turibdi, что siz ekstrovert qizsiz, bemalol o'zingizni fikrlaringizni yetkaza olasiz. Bu ham qanaqadir ta'siri bormi? Menimcha bor, chunki men nima deydi, hamma tilda gapirishni yaxshi ko'raman-da. O'zbek tilimi, ingliz tilimi yana birinchi topshirgan paytim 6,5 chiqqan speakingim. Keyin уже bilganman qaysi tomonlarga e'tibor qaratishdi. Keyin ustozim ham juda ko'p maslahatlar berardilar. Har doim grammatikada menda xato bo'lardi-da. Shu imtihonga kirgan paytim ham shu ekzamener so'raganda mendan shu IELTS ingliz tilini tanlabsan, shu sohani nimasi yoqmaydi senga deganda, grammatikasi umuman yoqmaydi menga deb chiqqanman-da. Yana bir tomoni speakingni oshirishni ko'proq odamlar bilan suhbat qilib ko'rishdi. Native farqi yo'q, masalan, o'rtoqlaringiz, ingliz tilini biladigan o'rtoqlar bilan yoki boshqa o'qituvchilar bilan. Men Everestdagi почти hamma o'qituvchilar bilan speaking qilib chiqqanman-da. Keyin ba'zilar uyaladi boshqa odamlarga gapirishda. Ayniqsa ingliz tilida baribir. Shu uchun men o'ylaymanki, ko'p practice qilganim uchun, ko'p odamlarga o'rganib qolganim uchun gapirganda shunaqa pressure his qilmaganman. Sizda speaking Zoomda bo'lganmi yoki face to face? Yo'q, face to face bo'lgan. Bu ham qanaqadir baribir rol o'ynabdi, to'g'rimi? Keyin ko'p ustozlar bilan speaking qilib ko'rganman dedingiz. Ular sizga necha qo'shardi taxminan? Oxirgi marta topshirgan paytim Malika ustoz edi. Menimcha Everestdagi 8 qo'yib berganda, ustozim ham oxirgi exam mocklarda yoki speaking qilgan paytlarimiz overall 8 qo'yib berardilar. Lekin imtihonda 7,5 chiqib qoldi. Hozir aytasiz, ustozim ham 8 qo'yardi dedingiz. Demak, sizga ham qaysidir ma'lum juda ko'p ishongan ekanlar, katta ball qo'ygan ekanlar. Ular sizdan o'zi 8 kutuvmadilar? Kutmadirdilar menimcha. Birinchi bo'lib imtihondan speakingdan chiqqanimdan keyin sразу ustozga telefon qilganman-da. Ustoz, mana shu odam ko'rinishini tasvirlab berganman. Shu odam tushdi menga, oldin eshitganmisiz bu odam haqida, qanaqa balla qo'ygan, oshirib qo'yganmi yo pasaytirib qo'yganmi deb so'raganimda, yo'q, menimcha hammaga har xil qo'ygan dedilar. Ba'ziligi baland, ba'ziligi past qo'ygan ekan. O'zini potensialdan kelib chiqib qo'ygan dedilar. O'ylamang, sizga yaxshi chiqadi, zo'r bo'ladi degandilar. Men part 1 hammasi appdagi hamma savollarga tayyorlangandim-da, to'liq 100 tami nechta bo'lsa, part 2 da hammasiga tayyor edim. Part 1 da ham hammasiga tayyor edim, lekin imtihon payti umuman part 1 da bo'lmagan savollardan bergandim. Masalan, teenagerlar haqida so'ragandi, bu narsa yo'q edi. Texting haqida so'ragan. Lekin javob berganman. Bu ikkinchi intervyum, ya'ni aytishgan speakingda men kutgan savol tushmadi deb aytishgan. Ya'ni appda tayyorgarlik ko'rgan, lekin tushmagan. Shunday ekan, на всякий случай hamma savollarga yoki o'shanga o'xshash bo'lgan savollarga o'zingizlar taxmin qilib tayyorgarlik ko'rish boshlaverish kerak ekan. Undan tashqari Zarina hozir aytdingiz, men hamma savollarga tayyor edim dedingiz. Hamma savollarni demak ko'rib chiqqan ekansiz. Examplelar menimcha javoblar tayyorlagansiz. Bunga siz qancha vaqt sarfladingiz? Chunki hazilda ham solmas 50 ta topik bor part 2 da. Men boshida o'zi 5 oy polniy IELTS olish jarayoni 5 oy bo'lgan. 5 oyda olganman IELTSda. Hamma shu 5 oy davomida har doim ideya, har xil topiklarga ideya yozganman. Bundan tashqari men tayyorlangan topiklarim уже chiqib ham ketib bo'lganda, shuning uchun menda ko'p topikda tayyor bo'lganman. Keyin hammasini daftarlarga yozardim. Masalan, part 1, part 2, part 3 hammasini yozib chiqardim. Почти 4 ta daftarni ham to'ldirib qo'yganman-da. Yodlamasdim, prosta ideya olardim. ChatGPTdan, Googledan har xil ideya olmalar. Baribir o'zingiz bilmaysiz, o'zingizdan to'qimaysiz. Shuning uchun ChatGPTdan so'rab, yozib hammasini o'zimniki qilib olardim. Shunda ishlatishga oson bo'lardi. Shunaqa bo'lgan menda. Hozir ChatGPT haqida gapirib o'tdingiz. O'zi ChatGPTning hissasi qanaqa deb o'ylaysiz? Juda katta deb o'ylayman, chunki nimada savolim bo'lsa, ideya kerak bo'lsa, writing yozishda yoki speakingda ideya kerak bo'lib qolsa, part 3larda odatda qiyin savollar bo'ladi, o'ylash kerak bo'lgan qanaqadir grandiozniy savollar beradi. Shuning uchun ideya ko'proq olganman. Keyin tekshirtirardim yoki speaking qilib o'tirardim. ChatGPT bilan limitim tugab qolgani uchun. Hozir aytdingiz, 5 oy davomida tayyorgarlik ko'rganman. Demak, kelganingizdan boshlab to oxirigacha hammasiga tayyorgarlik ko'rgan ekansiz. Demak, bu proses o'rtoqlar 5 oyni talab etar ekan. Zarina, speaking uchun bergan maslahatlaringiz uchun rahmat. Endi writing o'tsak. Writing nimaga 6,5 bo'ldi? Writing o'zi hammani eng yomon ko'rgan
parti sectioni To'g'ri. IELTSda deb o'ylayman. Menda ham shunaqa bo'lgan. Umuman yoqtirmasdim writingni, ayniqsa taskvanni. O'lgudek yomon ko'rardim. O'zi aytib o'tganimdek grammatika uncha yaxshi emas tomanda. Shu uchun eng asosiysi writingda baribir grammatika, shu uchun yomon ko'rardim. Baribir bilardim turli xildagi qiyin vocabularylar ishlatishda yoki strukturalar ishlatishda bilardim. Lekin baribir qiynalardim to'g'ri yozishda. Ustozim yordam berib anaqa qilganlarda taskvanim ancha oshib qolgandi. Chunki menimcha borgan paytim даже 5,5 emas dedi writingim. Bittalab tushuntirganlar hammasini taskvanda. Keyin menimcha imtihonimda taskvanni yaxshi yozib chiqaman. Line graph tushgan, unaqa ja qiyin ham bo'lmagan. Omadingiz kelgan ekanda. Unaqa ja qiyin ham bo'lmagan. Har xil yozilishi kerak bo'lgan narsalar bo'lgan, masalan, o'sishlari yaxshi, srazu tushib ketgan trendlar bo'lgan. Shunda yozishga umuman qiynalmaganman. Hammasini to'liq zo'r qilib yozganman. Lekin shu taskvan vaqtimni olib qo'ygandi. Yarim soatdami yozganman. Menimcha keyin 28-27 minutim bor edi menimcha hali taskni yozishimda, shu uchun. Rostini aytayim, xuddi men o'zim ikkinchi marta IELTS topshirgan experience'im aytayotgandek bo'ldi. Menda ham line graph tushgan, xuddi shunaqa trend bo'lgan. Men ham yarim soat vaqtim ketib qolgan. 30 minut so'rovni sarflagan. 29-minutdan keyin task 2ga bag'ishlaganman. Menda ham 6,5 chiqqan. Shuning uchun sizlarga bitta xulosa qilib beramiz. Taskvanga ko'p vaqt sarflamanglar. Taskvanga ko'p vaqt sarflamanglar-da. Yana nimalarni maslahat bergan bo'larsiz writingga masalan? Qanaqa xatolarni qilmagan bo'lardingiz? Writingda eng birinchi bo'lib menimcha vaqt time managementga vaqt e'tiborimni qaratgan bo'lardim deb o'ylayman. Chunki men odatda uyda yozganimda ham vaqtga qaramasdim. Umuman har doim taskvanni yozganimda qancha bo'lsa ham zo'r qilib yozay, shu yetib olay, ustozim grammatikadan urishmasinlar deb yaxshi qilib yozardim, lekin vaqtga umuman e'tibor bermasdim. Mocklarda ulgurardim. Baribir mock payti o'zingiz tanigan odamlar, hamma ustozingiz unaqa pressure ham bo'lmaydi-da. Shu uchun menimcha imtihonda vaqtga ulgurmay qolganim menda minusga ketib qolgan. Everestda o'zi mocklarga qatnab turarmidingiz? Bir marta Integrodagiga borganman. Overall 7 chiqqandi unda. Overall 7 chiqqan. Demak, imtihon topshirishdan ancha oldinroq bo'lgan bo'lsa kerak. Ancha oldinroq. Mock natijalar o'zi qanchalik darajada yaqin deb o'ylaysiz? Real examdagi natijalarga. Topshirganman dedingiz, ustozlar har xil baholar qo'yishgan ekan. Ikki xil bo'lishi mumkin. Mockdagidan ba'zilar imtihonga kirgan payt pressure ularga plusga ishlaydi, ya'ni yaxshi ishlab, yaxshi anaqa qilib hammani o'ylaydi-da, shuncha odam meni kutib turibdi, ustozim ham menga ishongan deb yaxshi ishlaydigan odamlar bor. Ba'zilarga bu minusga ishlab qoladi. Stress bo'ladi, ko'p qayg'uradi. Shu uchun menimcha ikki xil ta'sir qiladi deb o'ylayman. Hammada har xil. Demak, sizga pozitiv ta'sir qilgan ekan. Pozitiv ta'sir qilgan. Zo'r. Endigi savolim, meni eng yaxshi ko'rgan savollarimdan biri, uyingizdagilar qanaqa darajada xursand bo'lishdi? Juda xursand bo'lishgan. Shuni o'ylayman. O'zi bunaqa bo'lgan. Erta chiqishini bilardim. 9da, 9:30 shu 10larda chiqishini bilardim. Ertalabgacha kutganman-da. Uxlolmaganman. Masalan, 6da turganman, 7da turganman, 8da keyin oxirida menimcha 1 soat, 1,5 soat qolganda uxlab qolganman-da. Bu yoqda ham joyda. Hamma yozib yotibdi. Telegramga kirsam hamma yozib tashlagan, ustoz, boshqa gruppadagi o'quvchilar yozgan necha chiqdi, necha bo'ldi deb. Men ko'rdim SMS kelganini, lekin kirishga qo'rqdim-da. Qarab turibman, keyin ustoz yozganlar necha bo'ldi, nima bo'ldi deb. Keyin mayli nima bo'lsa bo'lsin deb kirdim. Keyin 8ni ko'rib вообще shok bo'lib qolganman deb baqirib yig'lab tashlaganman. Keyin uydagilarga telefon qilib hali shokdan chiqmagan bo'lganman-da, yig'lab yotibman. Birinchi bo'lib dadamga telefon qilganman. O'sha payt hali shokdan chiqmagan bo'lganman-da, yig'lab yotgan bo'lganman. Shunda ular ham aytolmagan, gapirolmaganman-da dada deb degan. Bo'ldi, past chiqqan bo'lsa ham yig'lama, yaxshi bo'ladi, anaqa ko'p perejivать qilma deganlarda, keyin nima deyapsiz, 8 chiqdi dada deb. O'sha payt oyim oldlarida bo'lmagan ekanlar, keyin alohida oyimga ham telefon qilganman. Hamma xursand. Hozir aytib berasiz, xuddi o'zim 8 olgandek va o'zim odamga telefon qilib aytgandek shunaqa ashushingiz bo'ldi-da menda ham. Zo'r. Endi meni qiziqtirayotgan savol Zarina. Siz mana endi 2-kurssiz, magistraturaga hali 2 yil bor. 2 yil ichida expire bo'lib ketadi IELTS natijasi. Universitetga bo'lsa kirib bo'lgansiz. Nimaga IELTS topshirdingiz o'zi? Har doim uyda qilish ishim bo'lmasa, bekorchi bo'lsam, men sirasi vaqtim keraksiz narsalarga sarflab qo'yaman-da. Instagramga ko'p kino ko'rib boraman. Shunda keyin bo'ldi dedim, ko'p vaqtimni bekorga sarflab qo'yaman. Hatto IELTSga tayyorlanay dedim. Boshida shunchaki tayyorlanishni boshlaganman. Unaqacha 8 olishim kerak, zo'r ball olishim kerak deb kelmaganman. Prosta vaqtni unumli o'tkazish uchun kelganman. Keyin ustozim har xil steplar o'rgatganlar, har xil narsalar, yo'l-yo'riqlar ko'rsatganlardan keyin уже qanaqadir yoqishni boshlagan. Demak, hobbi sifatida boshlagan ekansiz, oddiy to'g'rimi?
Endi men ko'pchilik shu 8 olgan kandidatlar bilan suhbat qilayotganimda ular ko'psi CTda topshirishgan bo'ladi-da. Siz nega mana paperda topshirgan ekansiz? Buni sababi nima deydi? Paper qanaqa pluslari bor deb o'ylaysiz? Paper pluslaridan biri bu menimcha hamma baribir moklada ham ustoz oladigan har xil mashqlarda uyda yozganda ham baribir ko'pchilik menimcha qalamda yozib tayyorlanadi. Shuni o'rganib qolgan bo'ladi-da. Shuning uchun u yoqda yozgan paytda unaqa qiyin bo'lmaydi deb o'ylayman. Ba'zilar tekstingda tayp qilishda yoki qiynalishi mumkin. Shu tarafi yaxshi deb o'ylayman. Bundan tashqari paperda odatda face to face bo'ladi speakinglari CDga qaraganda. Shu uchun menimcha eng plus tarafi shu. Eng plus tarafi sizga bu speaking tomon bo'lgan ekan, to'g'rimi? Endi rahmat Zarina. Juda ham yaxshi maslahatlar oldim ham har bittasi uchun. Endi lekin hammasini bitta qilib, har bitta 8 olgan kandidat 8 olish uchun qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Meni fikrimcha 8 olish uchun IELTSni majburiyat bilan o'qish kerak emas deb o'ylayman. Masalan, yoqtirmagan ishni qilsa, odam baribir odatda qiynaladi, yaxshi natijaga erisha olmaydi. Qachon yaxshi ko'rib, maza qilib o'qisa, o'ziga ishonchi ham oshadi deb o'ylayman. Hamma ishi ham produktiv bo'ladi, hammasi zo'r bo'ladi. Menimcha shu faqat yaxshi ko'rib ishlash kerak IELTSni. Mehr qo'yish kerak deb o'ylayman. Xulosa, IELTSni seving. Shunaqa. Zo'r. Shunda u ham sizga chiroyli natija chiqarib beradi, to'g'rimi? Shunaqa. Rahmat Zarina Kattakon, avvalambor yana bir marta vaqt ajratib kelganingiz uchun. Juda chiroyli suhbat bo'ldi. Menimcha auditoriya ham, bizni kuzatayotganlar ham o'ziga kerakli bo'lgan strategiyalar o'rganishdi, qanaqadir baribir tiplar o'rganishdi. Vaqt ajratib kelganingiz uchun yana bir bor rahmat. Rahmat sizga ham kattakon. Agar sizga ham Zarina bilan bo'lgan intervyu suhbatimiz yoqqan bo'lsa, manzur kelgan bo'lsa va o'zingiz uchun qanaqadir motivatsiya yoki o'zingizga kerakli bo'lgan informatsiya olgan bo'lsangiz, demak biz o'z maqsadimizga erishishimiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosing va o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Rahmat.